Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga avgust oyidan boshlab kuchga kirayotgan va hukumat tomonidan qabul qilingan muhim o'zgarishlar haqida sodda, aniq va batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga, har bir ishchi xizmatchiga, pensionerga, talaba va tadbirkorga aloqador bo'lishi mumkin. Chunki gap faqat qog'ozdagi qaror haqida emas, odamlarning kundalik hayotida pul, hujjat, nafaqa, subsidiya, to'lov va davlat xizmatlaridan foydalanish tartibi qanday o'zgarish haqida ketmoqda. Agar siz hali kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki men bunday muhim yangiliklarni oddiy xalq tushunadigan tilda, ortiqcha murakkab so'zlarsiz tushuntirib boraman. Bugungi mavzu esa juda muhim. Avgustda nimalar o'zgaradi? Kimlar bundan foyda ko'radi? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak va eng asosiysi siz hozir nima qilishingiz kerak? Avvalo, oldin qanday edi? Shuni tushunib olaylik. Ko'pchilik davlat xizmatlariga murojaat qilganda bir xil muammoga duch kelardi. Hujjat ko'p, navbat uzun. Bir idoradan ikkinchi idoraga yugurish kerak. Ba'zan birgina ma'lumotnoma uchun ham odam ishidan qolardi. Masalan, nafaqa, subsidiya yoki kompensatsiya olish uchun fuqaro mahalla, bank, soliq, kadastr, bandlik bo'limi yoki boshqa tashkilotlardan ma'lumot yig'ishga majbur bo'lardi. Har bir joyda alohida talab, alohida navbat, alohida tushuntirish. Endi avgust oyidan boshlab asosiy yo'nalish shuki, ko'plab jarayonlar soddalashtirilmoqda. Ayrim ma'lumotlar idoralar o'rtasida elektron almashinadi. Murojaat qiluvchi fuqarodan ortiqcha hujjat talab qilish kamayadi. Bu yaxshi xabar. Chunki davlat tizimi fuqarodan borib olib kel deb talab qilmasdan, o'zida bor ma'lumotni o'zi tekshirish kerak. Mana shu tamoyil kuchaymoqda. Lekin bu yerda bitta muhim narsa bor. Tartib soddalashgani bilan javobgarlik yo'qolmaydi. Ya'ni siz ariza topshirayotganda noto'g'ri ma'lumot kiritsangiz, daromadni yashirsangiz, oila tarkibini noto'g'ri ko'rsatsangiz yoki eski hujjat bilan ish qilmoqchi bo'lsangiz, keyin muammo paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bugun nafaqat yaxshi tomonni, balki ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlarni ham tushuntiraman. Avgustdagi o'zgarishlarning birinchi muhim tomoni davlat xizmatlaridan foydalanish tartibiga tegishli. Endi ko'p holatlarda fuqaro hujjat topshirish uchun albatta idoraga borishi shart bo'lmaydi. MyBokkah, Uz portali, davlat xizmatlari markazlari yoki ayrim holatlarda mahalla orqali murojaat qilish imkoniyati kengayadi. Bu ayniqsa tuman markazidan uzoqda yashaydiganlar uchun juda muhim. Tasavvur qiling, bir fuqaro qishloqda yashaydi. Oldin u subsidiya yoki nafaqa masalasida tuman markaziga borish uchun yo'l xarajat qiladi. Ish kunini yo'qotadi, navbat kutadi. Agar hujjatda bitta kamchilik chiqsa yana qaytib keladi. Endi esa arizaning bir qismi elektron ko'rinishda yuborilishi, ma'lumotlarning bir qismi avtomatik tekshirilishi mumkin. Bu odamning vaqtini ham, pulini ham tejaydi. Ikkinchi yo'nalish ijtimoiy yordam va nafaqalarga aloqador. Davlat yordamlarini berishda manzillilik kuchayadi. Bu nimani anglatadi? Yordam haqiqatan ham ehtiyojmand oilaga yetib borishi kerak. Oldin ayrim hollarda daromadi bor. Lekin hujjatda kambag'al ko'ringan oilalar yordam olgan, aksincha haqiqatan qiynalayotgan oila hujjati to'liq bo'lmagani uchun rad javobi olgan. Endi ma'lumotlar turli bazalar orqali solishtirilgani sabab tizim adolatliroq ishlashi kutiladi. Masalan, bir oilada ota rasmiy ishlamaydi. Ona uy bekasi, 3 nafar farzand bor. Oilaning real daromadi kam. Bunday oilaga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam masalasi muhim. Agar ularning hujjatlari to'g'ri bo'lsa, yashash manzili aniq bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik ma'lumotlari bazada to'g'ri aks etgan bo'lsa, murojaat tezroq ko'rib chiqiladi. Lekin agar ota norasmiy ishlayotgan bo'lsa, bank kartasiga doimiy katta pul tushib tursa, tizim buni savol sifatida ko'rishi mumkin. Uchinchi yo'nalish to'lovlar va qarzdorlik masalasidir. Avgustdan boshlab ayrim xizmatlarda qarzdorlik, jarima majburiy to'lov yoki shartnoma majburiyatlari elektron tekshiruv orqali aniqlanishi kuchayadi. Bu yerda oddiy misol keltiraman. Fuqaro biror davlat xizmatidan foydalanmoqchi bo'ladi. Lekin uning eski jarimasi, aliment qarzi yoki kommunal to'lov bo'yicha muammosi bor. Oldin bunday holatlar keyinroq aniqlanishi mumkin edi. Endi elektron tizim buni tezroq ko'rsatadi. Bu yomonmi? Yo'q, aslida bu tartib intizom uchun kerak. Lekin fuqaro uchun muhim xulosa shuki, muhim ariza topshirishdan oldin o'z qarzdorliklaringizni tekshirib oling. Jarima bormi, ijro hujjati bormi, soliq qarzi bormi, kommunal hisob kitobda xatolik bormi? Bularni oldindan bilgan yaxshi. Chunki oxirgi kuni yugurib, nega arizam o'tmayapti deb qolmaslik kerak. Birinchi navbatda pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak.
Chunki pensiya, qo'shimcha to'lov, kompensatsiya yoki bank kartasi orqali pul olishda hujjatdagi kichik xato ham kechikishga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, pasport yoki ID karta muddati, yashash manzili, bank kartasi rekvizitlari. Telefon raqamining o'z nomingizda bo'lishi juda muhim. Men ko'p holatlarda shuni ko'raman. Odamning haqiqiy muammosi katta emas, lekin hujjatdagi bitta nomuvofiqlik sabab to'lov kechikadi. Ikkinchi guruh kam ta'minlangan oilalar. Agar siz bolalar nafaqasi, moddiy yordam, subsidiya yoki boshqa ijtimoiy ko'mak uchun murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, oila tarkibi to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Uyda kim yashaydi, kim ro'yxatda turadi, kimning daromadi bor, kim chet elda, kim talaba, kim nogironligi bo'lgan shaxs, bularning hammasi ahamiyatga ega. Ba'zan odam bu mayda narsa deb o'ylaydi, lekin tizim uchun bu asosiy ma'lumot. Uchinchi guruh tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar. Agar siz avgust oyidan boshlab davlat xizmatlarida faolroq ishtirok etsangiz, soliq, elektron hisob, ijara, kassa, bank aylanmasi kabi ma'lumotlaringiz tartibli bo'lishi kerak. Misol uchun, kichik do'kon egasi yoki uyda xizmat ko'rsatuvchi usta rasmiy ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, unga ayrim imkoniyatlar ochiladi. Lekin tushumlar bir joyda, hujjatlar boshqa joyda, shartnomalar yo'q bo'lsa, keyin tushuntirish berishga to'g'ri keladi. 4-guruh talabalar va ota-onalar. Avgust oyi ta'limga tayyorgarlik davri. Shartnoma to'lovi, yotoqxona, stipendiya, imtiyozli kredit, grant, kontrakt bo'yicha arizalar. Hujjat topshirish muddati bularning hammasi aynan shu davrda dolzarb bo'ladi. Agar oilada talaba bo'lsa, oldindan pasport, diplom, sertifikat, kontrakt shartnomasi, bank rekvizitlari va kerakli ma'lumotlarni tayyorlab qo'yish kerak. Birinchi misol. Dilorom opa 2 farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i chet elda, lekin muntazam pul yubormaydi. U bolalar nafaqasiga ariza bermoqchi. Oldin u mahallaga borib bir nechta qog'oz yig'ardi. Endi ariza jarayoni osonlashsa ham, tizim bank tushumlarini, oilaning ro'yxatdagi tarkibini, mavjud mulkni tekshirishi mumkin. Agar Dilorom opaning nomida eski avtomobil bor, lekin u allaqachon sotilgan bo'lsa-yu, rasmiylashtirilmagan bo'lsa, tizim uni mulk sifatida ko'rishi mumkin. Natijada ariza rad etilishi ehtimoli bor. Demak, oldindan mulk hujjatini to'g'rilash kerak. Ikkinchi misol. Akmal aka ustachilik qiladi va o'zini o'zi band qilgan. Oyiga taxminan 4 million so'm topadi. U imtiyozli kredit yoki subsidiya olishni xohlaydi. Agar uning faoliyati rasmiy bo'lsa, bank aylanmasi tushunarli bo'lsa, mijozlar bilan to'lovlar tartibli bo'lsa, bu uning foydasiga ishlaydi. Lekin hamma pul naqd, hech qanday rasmiy iz yo'q. Arizada esa daromadim yo'q deb yozsa, bu keyin muammo tug'diradi. Chunki tizim boshqa manbalardan ma'lumot ko'rishi mumkin. 3-misol. Nafaqadagi otaxonning bank kartasi muddati tugagan, lekin u buni bilmaydi. To'lov kuni keladi, pul tushmaydi. Oila xavotirga tushadi. Aslida masala katta emas, karta yangilanishi yoki rekvizit to'g'rilanishi kerak. Shuning uchun men doim aytaman, avgustdagi o'zgarishlar fonida pensionerlar bank kartasi, telefon raqami, ID karta va yashash manzilini tekshirib qo'ysin. 4-misol. Talaba kontrakt to'lovi uchun ta'lim krediti olmoqchi. U oxirgi kuni bankka boradi, lekin shartnoma nusxasi, pasport ma'lumoti, oligohdan tasdiq, ota-onaning daromad ma'lumoti yoki kafillik masalasida kamchilik chiqadi. Natijada vaqt ketadi. Avgust oyida bunday holat juda ko'p uchraydi. Shuning uchun hujjatlarni oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. Agar sizning hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, daromadingiz rasmiy bo'lsa, qarzdorliklaringiz yo'q bo'lsa va davlat xizmatlaridan foydalanishda to'g'ri ma'lumot kiritsangiz, ortiqcha xavotirga o'rin yo'q. O'zgarishlarning asosiy maqsadi odamlarni qiynash emas, jarayonni aniqroq va adolatliroq qilishdir. Masalan, siz nafaqangizni vaqtida olib yurgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport muddati o'tmagan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi kerak. Yoki siz tadbirkor bo'lsangiz, soliqlarni vaqtida topshirayotgan bo'lsangiz, hisobotlaringiz joyida bo'lsa. Elektron tizim siz uchun aksincha qulaylik yaratadi. Lekin xavotir olmaslik degani umuman tekshirmaslik degani emas. Har bir fuqaro kamida bir marta o'z ma'lumotlarini tekshirish kerak. Chunki tizimda xatolik bo'lishi mumkin. Ism sharif noto'g'ri yozilgan, tug'ilgan sana xato kiritilgan, eski manzil qolib ketgan, qarzdorlik allaqachon to'langan bo'lsa ham tizimda yopilmagan bo'lishi mumkin. Buni vaqtida aniqlasangiz, muammo kattalashmaydi. Eng muhim, nozik jihat shuki, elektron tizim hamma narsani avtomatik hal qilib bermaydi. U ma'lumotni ko'rsatadi, lekin ayrim holatlarda inson omili,
qo'shimcha tekshiruv yoki hujjat talab qilinishi mumkin. Masalan, oilaning real ahvoli bazadagi ma'lumotdan farq qilsa, siz buni tasdiqlovchi hujjat bilan ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat ro'yxatda turish va amalda yashash masalasi. Juda ko'p oilalarda odam bir manzilda ro'yxatda, boshqa joyda yashaydi. Nafaqa, subsidiya, kommunal kompensatsiya yoki boshqa yordam masalasida bu muhim bo'lishi mumkin. Agar oila tarkibi noto'g'ri ko'rinsa, daromad hisoblash ham noto'g'ri chiqadi. Shuning uchun ro'yxat masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Uchinchi nozik jihat norasmiy daromad. Ko'pchilik rasmiy ish joyim yo'q, demak daromadim yo'q deb o'ylaydi. Lekin bank kartasiga tushumlar, mol-mulk, avtomobil ijara daromadi, tadbirkorlik faoliyati kabi ma'lumotlar umumiy baholashda ko'rilishi mumkin. Bu yerda men hech kimni qo'rqitmoqchi emasman, lekin ochiq aytaman. Arizada yolg'on yozish eng xavfli yo'l. Bugun o'tib ketgandek ko'rinsa ham. Keyin ortiqcha olingan pulni qaytarish, jarima yoki boshqa muammolar paydo bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat eski qarzdorliklar. Ba'zan odam bir jarimani to'lagan bo'ladi, lekin tizimda yopilmagan bo'ladi. Yoki kommunal to'lovda eski penya qolgan bo'ladi. Yoki aliment bo'yicha ijro hujjati borligini odam unutgan bo'ladi. Bunday narsalar davlat xizmatidan foydalanishda kutilmagan to'siq bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshirishni oldindan qiling. 5-nozik jihat vositachilarga ishonish. Avgustdagi o'zgarishlar chiqqanda ayrim odamlar men arizangizni tez o'tkazib beraman, men tanish orqali hal qilaman, pul bersangiz, subsidiya chiqarib beraman deb yurishi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman, bunday va'dalarga ishonmang. Davlat xizmati rasmiy tartibida ko'rsatiladi. Arizangizni o'zingiz yoki ishonchli rasmiy kanal orqali topshiring. Pul evaziga noqonuniy yo'l izlash keyin sizga qimmatga tushishi mumkin. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, yashash manzili, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, bank kartasi, telefon raqami, stil yoki boshqa identifikatsiya ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Agar ism yoki familiyada xatolik bo'lsa, buni keyinga qoldirmang. Ikkinchi qadam, My Contact. Uz portaliga kirib, o'zingizga tegishli xizmatlarni ko'ring. Agar elektron raqamli imzo kerak bo'lsa, uni oldindan rasmiylashtiring. Ko'pchilik ariza topshirish kuni elektron imzo kerakligini bilib qoladi va shunda vaqt yo'qotadi. Elektron imzo, telefon raqam va shaxsiy kabinet hozirgi davrda oddiy hujjat kabi zarur bo'lib qoldi. 3-qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Jarimalar, soliq qarzi, aliment ijro hujjatlari, kommunal to'lovlar bo'yicha holatingizni bilib oling. Agar qarzdorlik noto'g'ri chiqsa, to'lov cheklarini, bank kvitantsiyasini, shartnoma yoki yopilgan ijro hujjatini saqlang. Og'zaki gap yetarli emas, har doim hujjat kerak. 4-qadam, ijtimoiy yordamga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, oilaviy holatingizni tartibga keltiring. Oila tarkibi, daromad, mulk nogironlik holati, ishsizlik, farzandlarning o'qishi, yolg'iz boquvchilik kabi masalalar bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Agar turmush o'rtog'ingiz chet elda bo'lsa, bu holatni tushuntirishga tayyor bo'ling. Agar oila a'zosi amalda siz bilan yashamasa, ro'yxat masalasini aniqlashtiring. 5-qadam, tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan bo'lsangiz, daromadingizni tartibli ko'rsating. Bank aylanmalari, shartnomalar, chek ilova orqali to'lovlar, soliq ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lsin. Bugun rasmiylik sizga faqat majburiyat emas, imkoniyat ham beradi. Kredit, subsidiya, tender, ijara, xizmat ko'rsatish hammasida tartibli hujjat foyda beradi. 6-qadam, ariza yozishda aniqlikka e'tibor bering. Arizada taxminan, bilmayman, keyin olib kelaman degan yondashuv yaxshi emas. Ism sharifni hujjatdagidek yozing. Telefon raqamini ishlaydiganini kiriting. Bank hisobini tekshiring. Manzilni to'liq yozing. Agar sizdan izoh so'ralsa, qisqa va aniq yozing. Qaysi yordamni so'rayapsiz? Nima sababdan oilaviy holatingiz qanday, qaysi hujjatlar ilova qilinyapti? 7-qadam, javob muddatlarini kuzating. Ariza topshirdim, bo'ldi deb yurib ketmang. Shaxsiy kabinet, SMS xabar, telefon qo'ng'iroqlari va rasmiy javoblarni kuzatib boring. Agar rad javobi kelsa, sababini o'qing. Ko'pincha rad javobi yakuniy mag'lubiyat emas, hujjatni to'g'rilab qayta topshirish imkoniyati bo'ladi. 8-qadam, har bir hujjatning nusxasini saqlang. Ariza raqami, kvitansiya, javob xati, SMS, to'lov cheki, shartnoma, bank ma'lumoti sizga keyin kerak bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam haq bo'ladi, lekin qo'lida tasdiqlovchi hujjat bo'lmagani uchun isbotlash qiyinlashadi. Agar siz davlat xizmatiga oid ariza bermoqchi bo'lsangiz,
eng avvalo MyBank.gov uz portalidan foydalaning yoki yaqin davlat xizmatlari markaziga boring. Agar masala ijtimoiy yordam, nafaqa yoki mahalla orqali ko'riladigan yordamga tegishli bo'lsa, yashash joyingizdagi mahalla mas'ullari bilan bog'laning. Lekin har qanday holatda ham rasmiy javob oling. Faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar pensiya yoki nafaqa to'lov bo'yicha muammo bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki rasmiy aloqa kanallari orqali murojaat qiling. Bank kartasi muammosi bo'lsa, avval bankka boring, chunki ba'zan pul ajratilgan bo'ladi. Lekin karta yoki hisob raqamidagi muammo sabab tushmaydi. Agar kommunal to'lov bo'yicha xatolik bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan yozma dalolat yoki hisob-kitob so'rang. Agar tadbirkorlikka oid masala bo'lsa, soliq organining shaxsiy kabineti, bank, savdo-sanoat palatasi yoki tegishli rasmiy idoralar orqali aniqlashtiring. Muhimi, ijtimoiy tarmoqlardagi noma'lum xabarlarga qarab qaror qabul qilmang. Har bir yangilikni rasmiy manbadan tekshiring. Qarorning o'zi kuchga kirish sanasi va kimlarga taalluqli ekani aniq bo'lishi kerak. Birinchi xato: odamlar yangilikni eshitadi, lekin o'ziga tegishli yoki tegishli emasligini aniqlamaydi. Masalan, bir qaror faqat ayrim toifadagi fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin, hamma uchun emas. Shuning uchun hamma pul olarkan, hamma subsidiya olarkan, hamma qarzi kechirilarkan degan gaplarga ishonib ketmang. Ikkinchi xato: oxirgi kunni kutish. Avgust oyi ko'p sohalarda faol davr. Ta'lim, ijtimoiy yordam, to'lov, hujjat, ro'yxat, shartnoma. Oxirgi kuni tizimda yuklama ko'payishi, navbat uzayishi, bankda odam ko'payishi mumkin. Erta harakat qilgan odam kamroq asabiylashadi. Uchinchi xato: hujjatni boshqa odamga topshirib qo'yish. Albatta, ishonchli vakil bo'lishi mumkin, lekin ma'lumot sizniki, javobgarlik ham sizniki. Kimdir sizning nomingizdan noto'g'ri ma'lumot kiritsa, keyin muammo sizga keladi. Shuning uchun ariza matnini o'zingiz o'qing, raqamlarni tekshiring, hujjatlar ro'yxatini ko'ring. To'rtinchi xato: rad javobidan keyin taslim bo'lish. Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz va rad sababi hujjatdagi kamchilik bo'lsa, uni tuzatib qayta murojaat qiling. Agar rad javobi asossiz deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga yoki rasmiy murojaat tizimi orqali shikoyat yozing. Shikoyatda hissiyot emas, fakt yozing. Qachon ariza berdingiz, ariza raqami qanday javob oldingiz, nima uchun rozi emassiz, qaysi hujjatlar bilan tasdiqlaysiz. Demak, avgust oyidagi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shundan iborat. Davlat xizmatlari soddalashmoqda, elektron tekshiruv kuchaymoqda, ijtimoiy yordamlar manzilli bo'lishi kerak. Hujjat va ma'lumotlarning to'g'riligi yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yaxshi xabar, chunki tartibli ishlagan fuqaro uchun vaqt tejaladi. Ortiqcha yugur kamayadi. Yordam haqiqiy egasiga yetib borish imkoniyati oshadi. Lekin men sizga ochiq aytaman, bu o'zgarishlardan foyda ko'rish uchun passiv kutib o'tirmaslik kerak. Hujjatlaringizni tekshiring, qarzdorliklaringizni aniqlang, bank kartangiz va telefon raqamingizni tartibga keltiring. Arizalarni rasmiy kanal orqali topshiring. Har bir javobni yozma shaklida saqlang. Shunda siz kutilmagan muammolardan ancha himoyalangan bo'lasiz. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozib qoldiring. Avgustdagi o'zgarishlardan qaysi biri sizga eng ko'p ta'sir qiladi? Sizda nafaqa, subsidiya, pensiya, kredit, kommunal to'lov yoki hujjat masalasida savol bormi? Fikringizni kommentariyada yozing. Men keyingi videolarda eng muhim savollarga alohida javob beraman.